Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Mr. Chair. Bugun biz sizlarga obzor qilamiz. Bu Mercedes AMG E55. Mana o'z ko'rsatamiz. Hamma narsasi ochiladi. O'z kaputini ochman. Hozir mana böyle. Bagajini ham ochaman hozir. Ochildi mana. O'zi ochiladi mana. Motorlarni qaranglar. Qozog'istondan olingan bu mashina. Uzr do'stlar, mazam yo'q, shunga pauza qilyapman. Sizlar uchun mana yangi video olyapmiz. Obuna va like bosinglar. Bu juda ham chiroyli. Mana hozir ichini ko'rsataman. Mana hozir aytray. Daraxt, mana daraxt. Bu onalarniki. Va bu yerga konditsioneri bor. Pechkasi bor. Steni bu start stop. Kalit kerak emas, kalit kerak endi ochishga. Ana nimalari yonyapti, avuz degan narsasi. Avtomat korobkada. Hozir haydab ko'rsatamiz. Bagajni yopay o'zi. Yopdik. Endi kapotni. Mana. Avuz yonyapti. Mana avuzi. Taraflarni pop qilyapti. Оборотlarga qarang. Mana do'stlar, o'zi burnout qiladi. Mana böyle reznamozu reznamkin arashtirishga keladi. Hozir chaplim yo'q, mana reznaga rezna $500 ekan, narsaga. Hozir bitta aylantirib ko'ramiz. Aylantiramiz. Yaxshimi do'stlar? Obuna bo'linglar va like bosing, izohlarda fikringizni qo'ying. Hammaga xayr.